Xo'p, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi obyektimiz Toshkentda qaysi mahalla edi? Rakat mahalla. Rakat mahallada joylashgan bu obyektimiz. Xo'sh, 30 kvadratli joy. Bu pol bundan 10-15 yil oldin bizning ustozlarimiz qo'yib berishgan bu polni. Endi bizga kelib buni qaytadan shlipovka qilib, restavratsiya qilib beryapmiz 15 yildan keyin. Ko'rganingizda Yevropadan Stegodan olib kelgan shlipovka qiladigan apparatlarimiz, chang tutgichlarimiz va jetdan olingan mashinalarimiz. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Toshkent, Andijon va Stogolmda shu xizmatlar ko'rsatilyapti. Murojaat qilishingiz mumkin. Ishlardan kuzatib olinglar, natijalar qo'yib boramiz. Salomat bo'linglar. Hurmatli kuzatuvchilar, Rakat mahalladagi obyektimizni ham tugatib bo'ldik. Polni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda. Bu yerda bizga polga suv toshgan edi. Oralari ham ochilib ketgan edi. Polni oralarini bekitib, shlifovkani changitmasini qilib berdik va so'ngida nemetskiy rubellardan ishlatdik. Ishimizdagi kommentariyada baho berib ketishingiz mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Stogolm parket jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin.